Sizlarning rekilardan onangizni yaxshi ko'rsangiz shu videoga like bosing yoki onangizni yaxshi ko'rsangiz videoni oxirigacha ko'ring degan jumlalar chiqqan bo'lsa kerak. Sizlardan bitta iltimos, shunaqa videolar rekka otmaslik uchun ko'rganingizda shunchaki o'tkazib yuboring. Siz onangizni yaxshi ko'rishingizni bitta like bilan yoki videoni oxirigacha ko'rishingiz bilan isbotlay olmaysiz. Bunaqa videolarni qo'yayotgan odamlar esa aktiv uchun qanaqadir har xil videolarga hayotda eng katta o'rniga ega bo'lgan ona zotidan foydalanadi. Bunaqalar qo'pol bo'lsa ham ona deb atalmish nomni shunchaki aktivga almashib yuboradi. Ona to'g'risidagi odobga chaqiruvchi videolar esa hech qachon agar onangizni yaxshi ko'rsangiz deb boshlanmaydi. O'ylaymanki bu yog'iga agar relisingizda mana shunaqa videolar chiqsa, o'ylanmasdan turib o'tkazib yuborasiz. Faqatgina ona emas, otangiz deyish ham mumkin. Ba'zi bir hayvonlar payg'ambarimiz ham deyishi mumkin. Allohimiz ham deyishi mumkin. Bu zotlar hech qachon o'g'lim meni yaxshi ko'rarkan, mana shu videoga like bosibdi demaydi. Shuning uchun yaxshi ko'rishingizni videolar orqali emas, amalda ko'rsatsangiz yaxshiroq bo'ladi.